Bugun meni klientlarimning menga eng katta поддержкасы aynan bugun kerak. Sababi bizda filiallar o'rtasida musobaqalar ketyapti. Men 40 let filialga tushgan o'rtoqlar, IBOga kelib sizlarga katta aksiya qilib beraman. Qo'limdan kelgancha nimani narxini tushirish kerak bo'lsa tushirib, klientlar bo'lsa klientlarga narsa tovarlarni tanlab berib, o'zim polni ishlayapman 40 let filialimizda. Men yutishim uchun nima qilishim kerak bugun? Planga chiqishimiz kerak bizda 40 let filialda. 4 ta filialdan ko'ra sodamiz ko'proq bo'lishi kerak. O'shancha kelinglar bugun 40 let filialimizga eng katta поддержкаga kela olmasanglar, muammo yo'q. Shu videoga like bosib, kommentda sevinchsiz uchun поддержкаdan yozib tursanglar, men yana ham kuch olaman. Bizga qizlar obuvli keldi. 40 let filialga anchadan beri obuvli kelmayapti. Men keldim, qadamim barokatli kelib, shunaqa krossovkalardan keldi. Trenddagi krossovkalarimiz ochib ko'rsataman sizlarga. Mana shu rozовый rangi bilasizlarmi? Rosa trendda-ku. Mana qaranglar. Korobka dokumentli qilib ishlangan. Rozовый rangi rosa trendda 36-40 razmerlar bor. Eng premium sifatda kelgan 500-600 dan ham sotishyapti. Ishoninglar, normalniy arzoniga beraman. Xohlasanglar mana hada bu qora rangidan ham bor. 40 let filialimizga obuvligi vыбор juda ham ko'p o'rtoqlar. Xohlasanglar mana bunaqa variantlarimizdan ham bor. Jinsilar bilan kiyishga o'zi ham ustinglarda o'libgina qoladi. O'rtoqlar, xullas bugun men поддержка qilmasanglar bo'lmaydi. 40 let filial Korzinka, Tuzel Korzinkani birinchi qavatida. Hammalarni bugun kechki umrgacha o'zim kutib olaman.